في الحرب أسود لا نهار وصقور سميات في السماء صاهوات الخيل كانت مهدنا وعليها قد توارثنا الإباء. Va bu ummatni haqiqatini ketishini eng katta sabablaridan bittasi ummat o'zini kimligini, o'zini aslini unutishi. Ya'ni o'zini g'oyasini, o'zini shaxsiyatini unutishi. Bir hikoya keltiriladiki, bir kishi ovga chiqib sher ovlaydi. Yarador sherni uyiga olib keladi. Bu sher bo'g'oz bo'lgan bo'ladi, o'lishidan oldin bola tug'ib ketadi, keyin sherni bolasi mana shu hovlida egasi qoldiradi. Shu hovlidagi qo'ylar bilan birga, shu hovlidagi it bilan birga hammasi birgalikda katta bo'lishi boshlaydi. Va kunlardan bir kuni ancha yillar o'tganidan keyin yaylovda qo'ylar, it va sher katta bo'lib ketgan, birga o'ynab yurishgan bo'ladi. Shunda o'rmondan yovvoyi bir sher chiqib keladi va ko'zlariga ishonmay qoladiki, bir sher qo'ylar bilan birga, itlar bilan birga o'ynab yuribdi yaylovda. Va kelib haligi sherga aytadiki, sen bu yerda nima qilyapsan? Sen shersan-ku. Biz bu qo'ylarni yeymiz-ku. Biz bu qo'ylarni parchalaymiz, ovlaymiz bularni. Sen bo'lsa bular bilan o'ynab o'tiribsan. Shunda bu xonakilashib qolgan sher aytadiki, men bularning ichida tug'ildim va bular ichida katta bo'ldim. Va men shulardanman. Shunda o'rmon sheri aytadi, yur men senga haqiqatni ko'rsataman. Keyin bir qo'yni olib suvni oldiga bir ko'lga kelishadi. Mana bu ko'lga endi qaragin deydi. O'zingni suratingga qara va men bilan mana bu qo'yga qaragin, qaysi biriga o'xshayapsan. Keyin sher suvga qarab, o'zini narigi sheriga ham, qo'yga ham qarab, shunda haqiqatni tushungan. O'zini aslini kimligini bilgan ekan. Aynan islom ummati ham hozirgi kunda mana shu xonakilashgan sherga o'xshaydi. Islom ummatiga ham uni haqiqatini, aslini ko'rsatib beradigan o'rmon sheriga ehtiyoj bor. Va bu o'rmon sheri bu ummatga uni qo'ymasligini tushuntirib berish kerak. Xohlagan payt haqorat qilib, xor qilsa ham indamay turadigan. Oldiga yemish qo'ysa yeydigan, biror narsa qo'ymasa indamay sabr qiladigan yoki urib so'ksa ham, aziyat bersa ham indamay turadigan bir qo'ymasligini tushuntirib berish kerak. Haqiqatda bu ummat o'zini rizqini birovlardan kutib o'tiradigan emas, balki ovga chiqib o'ljani ovlaydigan sherga o'xshaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, "Bo'yittu bayna yaday sa'ati bis-sayfi hatta yu'badallohu vahda." Qiyomatdan oldin yolg'iz Allohga ibodat qilinishligi uchun qilich bilan yuborildim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytibdilarki, tavhidni o'rnatish uchun men qilich bilan yuborilganman dedi. Va ju'ila rizqi tahta zilli rumhi. Va meni rizqim nayzamni soyasida qilingan. Payg'ambarimizning rizqi nayzalari soyasida qilingan ekan. Ya'ni bu ummat o'lja oladigan, ovga chiqadigan bir ummat. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Nusirtu bir-rob." Qo'rquv bilan, rob bilan menga nusrat berdi. Bir oylik masofadan dushmanning qalbiga qo'rquv tushadi. Aynan bu ummatda ham mana shu xislat borki, dushmanlar doim qo'rqib turishgan. مات شهيدا فافخري وإذا عاد فبالنصر المبين وإذا مات شهيدا فافخري وإذا عاد فبالنصر المبين وإذا مات شهيدا